İskender Zulqarnayn tilg'ilinsa, birinchi bo'lib esimizga uning o'lish oldida aytgan "Men o'ladigan chaqda ikki qo'limni meyit sandig'ining teshig'iga chiqarib qo'yinglar. Kishilar meningdek bir ulug' imperator podshohning bu dunyo quruq qo'l kelib, quruq qo'l ketadiganligini bilib qolsin" degan nasihat keladi. Undaqda İskender Zulqarnayn zodi kim u? U o'ladigan chaqda qoldirib qo'ygan uch cho'ng nasihat qaysilar? Navoiy Sharqning imperatori Chingizxon bilan G'arbning imperatori İskenderni silishtirsak, bu ikkisidan qaysining ideyasi eng ilg'or? Buning qiziqsangiz meni qo'shib olgandan keyin davomiga diqqat qiling. Birinchi nasihat: mening meyit sandig'imni eng usti doktorlar ko'tarsin. İskender Zulqarnaynning asli ismi Aleksandr Makedonskiy. İskender degan uning farscha atalishi bo'lib, Makedoniya podshohining shahzodasi. Dunyoga mashhur harbiyshunos general, siyosatchi, G'arb dunyosining eng mashhur imperatori deb atalgan. Aleksandr milodiy ilgariki 300-yil atrofida otasi qasd uchrab qazo qiladi. Shuning bilan Aleksandr 16 yoshida taxtga o'tirib, Makedoniya armiyasini boshlab Eron, Misr, Suriya, Babilon, Gretsiya, Troya, Hindiston qatorliq zaminlarni bo'ysundirgan. Hamda ayni chog'dagi territoriyasi Afrika, Yevropa, Osiyo tutashgan eng chong imperiyani barliqqa keltirgan. Lekin bu yosh imperator eng qiron yosh chog'larida kasal sababidan 33 yoshida olamda o'tadi. Aleksandr olamda o'tish oldida vasiyat qoldirib, mening meyit sandig'imni eng usti doktorlar ko'tarsin deydi. Qo'lasidagilar buning sababini so'raganda, Aleksandr kishilar men qarab shuni bilib qolsinki, har qancha usti doktor bo'lsa-mu, o'lmoqchi bo'lgan kasalni davolay olmaydi, tan salomat bo'lish hamidan mumkin deydi. Ikkinchi nasihat: mening ikki qo'limni meyit sandig'ining teshig'iga chiqarib qo'yinglar. Navoiy Sharqning eng donliq imperatori Chingizxon bo'lsa, G'arbning eng donliq imperatori Aleksandr deyilsa, ozroq mubolag'a qilinmagan deyishga bo'ladi. Undaqda biz oldin bilan Aleksandr imperiyasi va uning ikkinchi nasihati bilan tanishib chiqaylik. Qani undaqda ajrim uchun meni qo'shib oling, amsa boshlab ketdik. Aleksandr yolg'iz harbiy urush jihatida talanti bo'lib qolmasdan, balki ideyasini ayni vaqtda selishtirganda nihoyat ilg'or deyishga bo'ladi. Chunki Aleksandrning ustozi Aristotel bo'lib, Aleksandr yosh chog'larida Aristotelga ergashib, uningdan nurg'un bilim olgan. Shuning Aleksandr bo'ysundirgan zaminlarda asos jihatdan shu yerdagi xalqlarning urf-odati va madaniyatiga hurmat qilgan. Masalan, Aleksandr imperiyasi Persiya, ya'ni hozirgi Eronni bo'ysundirganda farslarning madaniyatiga hurmat qilgan. Hamda qo'lasidagi generallar bilan Fars podshohining malikasini amriga olib, ham farslarning mashhur imperatori Buyuk Kirosning qabrisini remont qilib, uning bo'lgan hurmatini bildirgan. Hamda farslarni ulug' millat deb hurmatlagan. Buningdan shuni ko'rishga bo'ldiki, Aleksandrning bo'ysundirish usuli bir qadar mo'tadil, yumshoq deyishga bo'ladi. Hamda biz Chingizxonni buning selishtirib boqaylik. Chingizxonning eng mashhur so'zi bo'lsa, bir er kishining eng cho'ng xushallig'i dushmanlarni qirg'in qilib, ularning xotin-qizlarini dafsanda qilib, bolalarni qul qilish odamning hayotidagi eng cho'ng xushallikdir degan. Mushningdalla biz bu yavoyi Mo'g'ulning qanchalik qo'rqinchli ekanligini bila olamiz. Yana kelib Mo'g'ul imperiyasi milodiya 1200-yil atrofida bosh ko'tarib, Chingizxon o'lib, navrisi Qublayxon davri kelguncha jami 700 dan ko'proq millatni bo'ysundirib, 40 nechadan ko'proq davlatni yo'qotib etgan. Bo'lib Chingizxonning navrisi Qublay 18 million odamni qirib etgan. Tarixdagi eng ko'p qirg'inchilik qilgan podshoh bo'lib qolgan. Mo'g'ul imperiyasi 100 yilga yaqin kengaymichilik urushida jami 200 million yaqin odamlarning o'lishini keltirib chiqargan. Buning ichida eng vahshiysi Mo'g'ul armiyasi Arab zaminiga bostirib kirganda Bag'dod shahrida 800 ming odamni qirib etgan. Davlatimiz tarixidagi sulolalardan Janubiy Song sulosini Mo'g'ullar yo'qotib etgan. Arablarning Abboslar sulosini Mo'g'ullar yo'qotib etgan. Aleksandrga selishtirganda Mo'g'ullar bir zaminni bo'ysundirsa, podshoh jamiyatining cho'ng kichik farzandlarini tortib hammani qirib etdi. Bunday qilish orqali o'chmanlik urug'ini yo'qotdi. Ammo tarixiy materiallarda Aleksandrning keng ko'lamda millionlab odamlarni qirg'in qilgan xotirasi yo'q. Endi biz bularning o'lish oldidagi vasiyatini selishtirib boqaylik. Chingizxon o'lish oldida farzandlariga Tang'utlar podshosi salom kelsin, naq maydonda o'ltirib, keyingi ofatning oldini olishni, Xorazm, Oltin xonadonligi qatorliq davlatlarni qanday yo'qotish to'g'riliq hamda o'zining qabrisini boshqalarning tepib olmasligi uchun qabri o'rnini maxfiy tutish to'g'riliq vasiyat qoldirib turib jon uzgan bo'lsa, ammo Aleksandr bo'lsa jon uzish oldida hech qanday bir davlatni bo'ysundirish to'g'riliq vasiyatni qoldirmagan. Hamda qabrisini Chingizxonga o'xshash maxfiy tutib yurmagan. Buningdan shuni ko'rib olamizki, Chingizxon tug'ilib o'lguncha bo'ysundirishni g'amini qilib o'lib ketgan. Ammo Aleksandr o'ladigan chog'da vasiyat qoldirib, men o'lgan chog'da ikki qo'limni meyit sandig'ining teshig'iga chiqarib qo'yinglar. Kishilar meningdek bir podshohningmi bu dunyo quruq qo'l kelib, quruq qo'l keladiganligini bilib qolsin deb o'lgan. Shung bu ikkisining birisi o'ladigan chog'dami bo'ysundirishni g'amini qilib jon uzsa, yana birisi bo'lsa bu dunyo oxirib turib hech nimaga tortishmay o'lgan. Yana mushundoq turuqliq torlarda ba'zi bir odamlar hozirgacha Chingizxonni maqtab ulug'layotdi. Shung men maxsus bu mazmunni tayyorladim. Shung do'stlar qo'llash uchun meni g'anjo qilib qo'yinglar. Uchinchi nasihat: men o'lgandan keyin mening barliq boylig'imni yo'l bo'yiga chechib etinglar. Aleksandrning harbiy ishlariga talanti Chingizxonni qilishmaydi deyishga bo'ladi. Masalan, ayni chog'da Persiya urushida 30 ming askar bilan farslarning 150 ming kishilik armiyasini mag'lub qilgan. Bo'lib Aleksandr Aristoteldan bilim o'rganganligi uchun falsafiy ideyalarni bahli cho'nqur edi. Ayni chog'dagi Grek madaniyati bahli taraqqiy qilgan bo'lib, Aleksandr bu ideyalarni boshqa joylarga ham kengaytirish kerak deb qaraydi. Shu u har bir zaminni bo'ysundirganda zarur bo'lmasa cho'ng ko'lamda qirg'inchilik qilmagan. Uning selishtirganda Chingizxon bag'aliki shaharlar taslim bo'lmasa shaharni olgandan keyin hammani bulan talan qilib odamlarni qirib etgan. Aleksandr ayni chog'da Babilonni bo'ysundirganda Babilondagi boyliqlar shuncha ko'p bo'lsa-mu, boyliqlar askarlarning ro'yini chertdi deb bu boyliqlarni qabul qilmagan. Shuningdek ko'rishga bo'ldiki, Chingizxonning bo'ysundirish usuli qana quzishni asos qilgan yavoyi vahshiy deyishga bo'ladi. Buning selishtirganda Aleksandrning usuli qalbni kontrol qilish asosi harbiy vosita qo'shimcha bo'lgan mo'tadil usul deyishga bo'ladi. Dal mushundoq bo'lganligi uchun Aleksandr bo'ysundirganligi zaminlarda
Yunan madaniyatining urg'uni chaşqan. Masalan, ta hozirmi Aleksandrning ismi bilan atalgan Iskandariya shahri Misrda elami bor. Ammo buning solishtirganda Mo'g'ul imperiyasi bir qadar yavoyi zo'ravon bo'lganligi uchun hech kimmi ularning madaniyatini qabul qilmagan. Shunga agar tarix nuqtasidan elib etmay insoniyat taraqqiyot nuqtasidan elib etganda Chingizxon imperiyasining barliq kelishi insoniyat davrining tragediyasi deyilsa, Aleksandr imperiyasining barliq kelishi harbiylarcha madaniyat urug'ini chechish desak tamamen bo'ladi. Chunki Aleksandr imperiyasi uzun davomlashmagan, nihoyatda tezli barliq kelib tezli parchalanib ketgan. Chunki ayni chog'da Aleksandr o'lish oldida taxt varis qoldirmagan. Faqatla kim eng kuchli bo'lsa shu taxt varis bo'lsin deb hamda men o'lgandan keyin barliq boylig'imni yo'llarga chechib etinglar deb vasiyat qoldirgan. Shuning bilan keyin Aleksandr o'lgandan keyin imperiya nihoyatda tezli parchalanib ketgan. Tarixda Aleksandr imperiyasini tezli chaqnab o'chgan yulduz deb ma'nilashidi. Chingizxon bilan Aleksandr bulardan birisi bizga nasihat qilib turib o'lsa, yana birisi qabrimni boshqalar bayqab qolmasin deb turib o'lgan. Birisi insoniyat madaniyati uchun Yunon madaniyatini targ'ib qilishni umrlik nishon qilsa, yana birisi toki o'lgicha hatto uning navrisini qirg'in qilishni, bo'ysundirishni umrlik nishon qilgan. Qani undaqda siz bu ikkisidan qaysini bakrak yoqtirsangiz, o'ylagingizni inkas rayoniga yezib beqing.